Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shaxsiyat gemi o'rtoqlar tuzingmisizlar, yaxshimisizlar, bo'lyapmishlar, tuzingmisizlar, o'zlaringam. Короче, hozir kamerani to'g'rilab olsam, keyin bitta bir ikkita настройкалар bor. Mappani hop. Mana bitta bor edi, nima edi? Qani shu topolmayapman hozir. Mana. Mayli. Bu qanaqa video desalang, bu Skyblockda video olamiz o'rtoqlar. Bu oddiy Minecraft. O'zim qurgan Minecraft. Ana yer ham ko'rinib turibdi. Ko'p shunaqa. Birinchi daraxt chopishdan boshladik. Daraxt ham tushib ketdi. O'rtoqlar, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Va kanalimga obuna bo'ling. Daraxt kerak bizga. O bitta bo'ldi. O ikkita. Ana bitta tushdi. Yerga tushib ketmasa bo'ldi. Ana bo'ldi. Yerga tushdi. Bitta tushib ketdi. Yana qo'yamiz va bakatga qo'yamiz. Buni endi qo'yib qo'ysak, mana to'xtanglar, birinchi kirka olishim kerak men. Mana uni olib qo'yaylik. Nima Universitega yasashim kerak. Cho'pak va qo'yib takirka bog'lana. Endi metga quramiz. Mana. Bitta lava bo'lsa, bitta nima. O'zi shunaqamidi. Yana bir qavat bitta. Stopi. To'xtanglar bo'lib, xato qilibman shekilli. Xato qilibman. Mayli. Olha. Endi bismillah deb qo'yamiz. Qani. Bo'ldi. Qani. O'xshadi. Ana bu strukturani qurishda xato qilib qo'yibman. Bir blok nima qilib qo'yibman kalta. Mayli, hech balo qilmaydi. O'rtoqlarga men ko'p bo'lib videoni yoqaman. Mana o'rtoqlar, ancha-muncha chopib qo'ydim. Buzib qo'ydim. Katta tushib ketibdi, olaylik. Ana bo'ldi. 45 ta yasab qo'ydim. Endi bulardan biz anaqa pinitka yasaymiz mana. To'xtanglarda bitta 3 ta qo'yaylik bo'ldi. Bularni endi bunday qilib qo'yib chiqamiz pinitkalarda. Pinitka deyman. O'zbekcha gapiraylik, yarimta blok. Mana shuna bloklardan qo'yib chiqamiz.
Hayır. Tepesiga qo'yaylik. Bu bitta xato qo'yilib ketdi. Har tomonlama o'rab chiqsak, keyin shunaqa qilib kengaytiramiz. Bo'ldi. Hoppa. Ana. Ko'pincha bu tomonni kengaytirishga nimagaki daraxt nima bo'lyapti-yu, pishadi, o'sadi. Keyin bargi yerga tushib ketmaydi. Nima o'tirib hali yuribman o'zi. Tushib ketishi mumkin-da. Shuning uchun o'tirib o'tirganman. Ana bo'ldi. Endi bu takirka asosiy bo'ladi. Endi bu kirka singuncha tosh qaziymiz. Menimcha o'zimga tushmayapti bu. Yonib ketyapti tosh. Balana ketdi bu. Endi faqat ko'lyamiz. Bo'ldi. Zerikib ketdim men. Mana ular olaylikda kattalashib chiqamiz hamma joyida. Bo'ldi. Ma'larni polniga taqib chiqamiz. Bo'ldi. Minecraftda bitta bagi bor bilgan bo'lsalaring, ba'zi havoni bosyapman-da yerga qo'yilyapti. Shuni bilarmidilaring? Bilganlar kommentariyaga yozib ketsin. Bu Minecraft bagi. Ana bilsalar yangi versiyalarda metroga qo'yib chiqishlaring shartda majbur. Masam qo'yilmaydi. Mashtiga qo'yib chiqasiz. Bunda qulay. Bunday qilasizlarda bunday qilib ketaverasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Bu osonroq. Endi mana dortlarimni olib, daraxtdan olib ekib chiqamiz. Bitga bitta. Mana. Bitga bitta. Bitta qo'yamiz va mitga bitta. Tushib ketyapti yerga. Bo'ldi. Qo'yib bilsalaring, ko'rganmisizlar, mana urug'cha bor bitta. Sendos degan. Kelajakda mana shundan biza katta ferma qilib yuborishimiz mumkin. Agar qo'limizdan kelsa. Mayli, yana ko'lyamiz o'rtoqlar. Bu sizlarga jinday vaqt o'tib ketadi, lekin men uchun bu вообще soatlab vaqt ketkazish mumkin. Ancha ko'la bo'lgandan keyin videoni yoqaman. O'rtoqlar, mana ancha qilib qo'ydim.
bir stagi 22 ta kirkaman уже sindi. Bitta sindisam ketdi. Bitta yana. Yo'q, yana bitta ekan. Yana bitta. Sinmayapti. Singuncha qilamiz bolaga. Fozini qaranglar, o'tda ekan. Ana ketdi. Bo'ldi, endi mana daraxtlar oldini ko'p o'rab chiqishimiz kerak biz. Nitga uning uchun biza mana shunchami 6 ta shuncha tosh ajratib qo'yishimiz kerak. Tapur ham bitta yasashimiz kerak. 10 ta bo'ladi. Endi qolganiga yasayveramiz bolalar. Unga kirka shunga o'xshagan narsalar yasaymiz. Bu nima ortib qo'yinga? Ajratib qo'yganligi to'g'ri. Polni shunaqa qilib o'rab chiqishimiz kerak endi. Do'stlar, bu videoga like bosib kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tezroq bir k bo'laylik. Iltimos. 796 ga qolib ketgan. Davay, sizlarga ishonaman, obuna bo'lib tashinglar. Shuncha video chiqaryapman endi har kuni. Davay endi shu joyga bitta obuna bo'lish. Sizlardan ishtimay ketmaydi-yu, shunday videoni tagiga tushib, sizlar obuna qo'yinglar. Bo'ldi. Tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Hoppa. Endi bu tomonni shunaqa qilib chiqamiz. Aylantirib kurtaylik. Polni qilib chiqyapmanmi? O'tirib olmaganda tushib ketarkanman. Daraxt o'smayaptimi? Shu o'smayapti, daraxtlar nima o'smayapti? Tezroq o'ssa ekan. Endi yana boshladi. O'rtoqlar, mana shunday qilib o'rab chiqamiz hamma joyini. Va keyin bo'ldi. Mana o'zi 8 ta, 7 ta, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bo'ldi, tugadi. Mana daraxtlar tezroq o'smayapti. Nima o'smayapti bilmayman. Ancha katta qilib qo'ydik. To'xtab turinglar. Do'stlar, mana ko'rsatishim mumkin. Skyblockimizni ancha katta qilib qo'ydik. Ikkinchi qism like bosib turinglar. Tez orada chiqadi ikkinchi qism ham. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.